Assalamualaikum kıymetli görürmenler. Hemmenlarınız şu vaqtda xeyirlik olsun. Ben Adilcan Er Uygur. Uygur Tadqiqat İnstitutumuzun bugünkü tor muhakimliğinin temisi Janubiy Xitoy dengiz meselesi ve Amerika Xitoy ziddiyeti hakkında buldu. Bir hafta burun ötküzülgen Şarkı Janubiy Asya Uluslar Birliği 53. nöbetlik Tashqi ishlar ministrligi yig'inida so'z qilgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning Janubiy Xitoy dengiziga qaratgan siyosati, xususiyasi ve burayın edip organ faaliyetlerini qattiq tanqid qildi. Wang Yi yig'inda Amerikaning Janubiy Xitoy dengiziga chegarasi bo'lmay turibmi, burayında harbiy nüfuzunu oshirishga urinib kelayotganligini, Sharq Janubiy Asya Uluslar Birliği'nin Janubiy Xitoy dengiz meselesini hal qilish tirishchanliklariga izchil buzg'unchilik qilayotganligini ilgari surdi. Hatta Amerika'nın Janubiy Xitoy dengizida harbiy to'qinishning harbiy to'qinishga zemin yaratib berish bilan aybldi. O'xshashlar bu qatimqi Sharq Janubiy Asya Uluslar Birliği Tashqi ishlar ministri yig'iniga Wang Yi'ga o'xshash dialog sherigi salohiyatida qatnashgan Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo boshqa davlatlarni Xitoyning Janubiy Xitoy dengizi rayonidagi faoliyatlariga qarshi keskin pozitsiya bildirishga va amaliy harakat etishga chaqirdi. Pompeo Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatlarga so'z bilan emas, amaliy harakat bilan javob qaytarish lozimligini eskartib, rayondagi davlatlarni Amerikaning Janubiy Xitoy dengizi masalasida qo'llaydiganligini bildirdi. Yaponiya Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida kengaymichilik qilish bilan shug'ullanayotganligini bildirib, Xitoyni aytildi. Bundan boshqa Janubiy Xitoy dengizida keng ko'lamli harbiy harakatni elib beryapti. Amerikaga tabi iki tiplik casus aeroplanlarından Boxay denizden koltuğunu uçup Xitoyni cho'chitdi. Xitoy bunun qarta balistik bombalarni attı. Amerika hatta bu yıl yanvardan başlap B1, B2 tiplik bombardıman aeroplanlarını Şarkı Xitoy denizi, Janubiy Xitoy denizi ve Yapon denizlerine uçurtup kelyapti. Dünya bo'yicha iqtisodiy kuch bo'lgan Amerika va Xitoy o'rtasida asosiy ixtilof masalalardan biri bo'lgan. Hatta bu ikki davlat o'rtasidagi harbiy to'qinishga sabab bo'lib qilish ehtimoli eng yuqori bo'lgan. Shundaqla Xitoyning qo'shni davlatlar bilan o'rtasidagi ziddiyatligi sabab bo'layotgan Janubiy Xitoy dengizi zodi qandaq bir joy. Janubiy Xitoy dengizi Xitoy uchun nima uchun shuncha muhim? Xitoy bu rayonga qarata qandaq siyosatlarni yo'l qo'yayotdi? Janubiy Xitoy dengizi rayonidagi davlatlar Xitoyning kengaymichilik siyosati qandaq inkoslarni qaytaryapti? Rayondagi cho'ng davlatlardan bo'lgan Yaponiya va Hindistonning Janubiy Xitoy dengizi tutgan pozitsiyasi qandaq bo'lyapti? Amerikaga nisbatan Janubiy Xitoy dengizi nimani ifodalaydi? Amerika Janubiy Xitoy dengizi rayonidagi o'zgarishlarga qandaq pozitsiyalarni va siyosatlarni yo'l qo'yib kelyapti? Hozirgacha Janubiy Xitoy dengizi masalasida betaraf bo'lib kelayotgan Avstraliya nima uchun pozitsiyasini birdan o'zgartirdi? Qimmatli ko'ruvchilar, yuqoridagi savollarni yuritib ko'rish uchun institutumuzning tadqiqotchilaridan bo'lgan doktor Erkin Ekrem, Ruqyat Durduş Xanım ve Nicat Turgun efendim qatorliqlarning qimmatli anoziriga murojaat qilamiz. Hammalar hoş geldinglar. Hoş bulduk. Erkin muallim, yuqoridagi savollarni texmi yuritib ko'rish uchun Janubiy Xitoy dengizi zodi qandaq bir joy? Buni bir yuritib bergan bo'lsangiz. Janubiy Xitoy dengiz, Xitoyning janubidagi dengiz degan ma'no chiqmaydi. Xitoy shunday tushunib olyapti hozir. Ya'ni bu dengiz meniki demoqchi. Bu ufqni bir aniqlashtirish lozim. Xitoy ma shu Nanxay deydi. Uma Jungo Nanxay deyamayapti. Bu da Japoniya orasindagi dengizni Donxay degandek, ya'ni Sharqiy Xitoy dengizi degan gapni Xitoyning dengizi degan ma'no chiqmaydi. Mesela Hindochina degan vaqtida o Kamboçya, Vietnam ve Laos Xitoyninki yeri ma'nosiga kelmaydi. Bu g'arbliklarninki bergan bir atog'i. Yerlik xalqlar bu rayonni yuqori qismini Spratly deb ataydi, yana bir qismini Parasel deb ataydi. Bu rayon şu Pasifik dengizininki g'arb tarafda ve şundaqla Hind okyanusu bilan Malaka Boğazı'nınki sharqida Malaka Boğazı'nınki g'arbi hamda Hind okyanusi.
Bu yerde bir havuz var, etrafta sap devletler var. Oturdu bir deniz var. Hem de 100'den köp aral var. Ondan keyin sanısını bilmeydiğim marjan nimeler var, arallar var. Marjan arallar aralda bir hesap kılmaydı bilimiz. Ondan keyin kaya taşlardan teşkil tapkan bazı arallar var. Bularını aralda bir hesap kılmaydı. Aral degen vaqtida çokum onunki bir çoğunluğu ve taştan şekilleniş lazım deb bizne aniqlaydi. Hem de bu rayon tarihten beri hiç kimning yeri emasdi. Xitoyninki bilikçilari bazı arallarga chiqib va shundaqla o'zining kitoblarida yozgan. Meyada bir deniz voqea, aral voqea, aralning orasida mundaq voqea deb. Hem de Xitoyninki meningki yerim deyip, mushu rayonu meniki yerimni mening yerim degan gapninki tayangan yeri aşı tarihteki manba. Ama tarihteki manba hiçbir zaman hazırki zamanıvi devletler arasındaki münasebet ve halkara kanunlarga düşmeydi çünkü tarih ötmüş bolup ketkendan keyin. Şununla bu Xitoy Çin turilyapti bu meninkide. İkinci Dünya Uruşu tügenden keyin Japonya'nınki İngiliz ve Fransa'dan tatip algan yerlerime ilgi bolgan ve bu jang tügenden keyin Japonya tatip algan yerine hammasini qaytarib berishga mecbur kaldı. Şuna şıkkı bununla karşı Xitoylar 1947'de Gomindan hükümeti deniz çigrani sızgan vaqtida 11 sızık bilan bir deniz çigrasını sızgan. Xaritaga qaraydigan bo'lsak, shu A5, shu Tayvandan boshlaydi. Tövenge qarta shu Filipin, Malezya, Brunei degandek shu g'arbki Vyetnamgacha 11 sızık var. Bütün denizning hammasini o'ziga ilib olgan. O'ziga sızgan. Ve bu sızıqlama əvvəlki sanğan devletlərninki shu öynünki aldı hamda. Kişinin aldığı sızıqdır. 1950'lerde Xitoy hamda Xitoy Xalq Cumhuriyeti kurulgandan keyin bu rayondagi devletler bilan yaxshi o'tish uchun, bo'libmi Vyetnam bilan yaxshi o'tish uchun Vyetnamninki aralig'i yaqin bo'lgan yerdagi ikki siziqni o'chirayotgan. Shundaqla hozir Xitoyninki qabul qilgani 9 siziqliq bir chegara bor. Ama bu chegara yanıla xalqninki uyning oldiga sızlagan. Bu 1980'lerde şu xalqaro tarafdan qabul qilgan xalqaro dengiz qonuniga xilof bir ahvol. Çünkü dengiz bo'lsa, ikki devletning o'tirdi dengiz bo'lib qolgan bo'lsa, ikki devletning orasining o'ttirisida, yani dengizning o'ttirisida bo'lish lozim. Bölgen vaqtida bu aral bo'lish lozim, yani taştan şekillengen aral bo'lish lozim. Xitoy buni unutmayapti. Biz tarixten beri müşahede bizimki tarix eserlerde bir yerge isim koygan o burada. Halbuki bu rayonga İngilizler Fransızlıklama bir yerge isim koygan. O yerli halkıma Vyetnamlıklama ve Japonluklama bir yerge isim koygan. Hem isim şu Xitoyning koyduğuna emas. Şununla bu müstemlike şu siyasetten kurtulgan şu rayondaki halk yani Janubi Şark Asya devletleri ulama ondan keyin o'zining dengiz haqlarini qo'g'dashga va u o'zining iyilik huquqi ostidagi bir aral bo'lganligini deyishi bilan jabdalashi bilan Xitoy bilan hamda bir masala chiqdi. Xitoy bermayman deydi, ala deydi, bizmi shu xalqaro qonun qargan chog'da u bizningki narsamiz deydi. 1970'de bu Janubi Xitoy dengiz şu rayonda neftlar, tabiiy gazlar chiqish başladı. Şunun bilan bu yerdagi bilikchilik, abaqi degan qatnash meselesi, yani Indo-Okyanus bilan Pasifik dengizini bog'laydigan yer. O qatnash ham shu iqtisodiy tijorat jihatdan bo'lsin, mayli xavfsizlik va mutabiat jihatdan bo'lsin, muhim bir rayon. Hamda tabiiy gaz ve neft chiqqandan keyin energiya meselesi chiqyapti. Ondan keyin nurg'un madanlar borki denizin ostida o'ma bir mesele bo'lib qoldi. Shuningla bu murakkab bir meselega aylandi. 2010gacha Amerika bu yerda ochiq bir siyosetni ilib bormagan. 2010'ning 7-oyda Vyetnamda ichilgan APEC yig'inida
Öz vaqtidagi Amerika Tashqi ishlar ministri Hillary Clinton'ın bu rayon o'xshashla Amerikaning manfaatiga bağlangan ve shundaqla rayondagi sherik davlatlarimizningki manfaatiga bağlangan. Shunga buningdagi Amerika bu rayonga ko'ngil bo'ladi deb e'lon qilgan ve shu yilda Amerikaningki e'lon qilgan milliy xavfsizlik strategiya degan hujjatnoma bu rayonni Amerikaning manfaat rayoni deb e'lon qilgandan keyin Amerika bu rayonga ketdi. Bu rayon hem Hindistan'nınki menfaat rayonu bo'lgan ki Hindistan bu meseleге aralashıyotdi. Japonya'nınki bütün şu qatnash yo'llar hammasi mishadan o'tadigan bo'lgan ki u aralashıyotdi. Buningki rayon devletleri mesela Tayvan ichiga olgan taqdirda rayon devletler aralashıyotdi. Keyin sizlar abay degandek Avstraliya tarafı bu meselege aralashıyotdi. Ve shundaqla hamda bu rayon nurgun devletlerini alakadar kılan, ulanın menfaatini alakadar kılan bir mürekkep xalqaro meselesiga aylanıvadı. Xitoy bu rayonni bämeslik için bazı arallarını taşlar bilan silip, o arallarını kengaytib, yo'g'otib, onun əbəymən deb ötgəndək taşlıq bir yer bolsa, onunga qarab dengizni bölüb alıdı. Xitoy u yerga yalğızla aralını kengaytish, yo'g'otish emas, shundaqla bu yerga harbiy punktlar, harbiy bazalarni qurish boshladi. Amerika bu harbiy karakterlik bu kuruluşlar cho'qim manga qarshi qilyotdi deydi. Rayon davlatlarmi shunda qilyotdi. Ya'ni yig'ib kelgan chaqda bu yer bir murakkab bir xalqaro masalasiga aylandi. Xo'sh. Bu benim bilishimcha 1982 yılı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bu deniz kanunu çıktı. Yani yeni bir Xitoy denizga münasebet bir kanun bu. Bunun deyilki u yerdagi maxsus iqtisodiy rayon, undan keyin suv territoriyasi, undan keyin deniz qit'aligi deb bunday shunga munosib moddalar chiqdi. Ya'ni demak shu o'g'lim bu yerda bir hal qilish qonun jihatdan Janubiy Xitoy dengizi masalasini hal qilgan bir qonun zemin yaratildi. Ama shunday turib, hozirgacha bu masala yanada qonuniyat nurg'un ziddiyatlarni keltirib chiqaryapti. Bu Xitoy tarafininki o'ktamchilik qasddan qonunni e'tirof qilmaslikmi yoki boshqa bir sabab bormi sizcha? Şu xalqaro qonunni to'nimayotdi. Misolga olsak 2016'da Filippin şu Xitoyning egallagan orollar uningki nima Xitoy o'zininki qit'asiga yaqin bo'lgandan keyin Xitoyningki ishg'oli ashir abay degan qonunga tushmaydi. Bu qonun tushmagandan keyin Danhadagi xalqaro sudga berdi Xitoyni va xalqaro sud shu qonun moddasiga qarab hamda uni sudlaydi va hukm berdi. Xitoyningki bu egallab olgan bu orollar qonunga mos kelmadi va Xitoylar bu yerda xato qildi va to'g'ri qilmadi. Filippinliklarninki arzisi to'g'ri deydi. Xitoy shuning bilan biz undaq mahkamani to'nimaymiz. Onunki qararini ijro qilmaymiz ve bizni hiç alakadar qilmaydi deb shundoq turib oldi. Bu Xitoyningki bir qancha shu xalqaro qonunni to'nmaslikninki bir misol. Bunda bir ahvol chiqqandan keyin rayon davlatlar biroz ansirashga boshladi. Shuningga keyingi yillarda bo'lib 2016dan keyin bu Xitoyningki bozoridan foyda olayotgan shu rayon davlatlar xavfsizlik jihatda va mudofaa jihatda Amerika bilan hamkorlik qilishga boshladi. Shuningga rayon davlatlarma keyingi bir vaziyatda, ya'ni keyingi bir ahvollarda shu Amerika bilan hamkorlik qiladigan bir yo'llanma ichilyapti. Xitoyningki shu qilmishliklardan tufayli. Doktor Hanım sizden müşahede bir soru sorsam, hazır Janubiy Xitoy deniz meselesi dünyadaki iki çoğun devlet olan Amerika ve Xitoy ortasında en çoğun meselelerin biri bulup kaldı. Hatta Janubiy Xitoy deniz meselesi Amerika ve Xitoy ortasındaki harbiy to'qinish chiqish ihtimoli bo'lgan masalalarning birisi bo'lish ihtimoli bor. Ya'ni shu nuqtadan Xitoy dedi ki bu Amerika'nınki Janubiy Xitoy denizida chegarasi bo'lmay turib
nima ishga bu ishga aralashib deb bunda bir norozilik bor. Amerika albatta masalaga boshqa nuqtadan qaraydi. Sizcha Amerikaga nisbatan Janubiy Xitoy dengizi nimani ifodalaydi? Yani qandaq muhim ahamiyatga ega Amerikaga nisbatan? Baya erken malum müddetli bu yerden şu en cık o neft çıkıyordu mesela 11 milyar neymiş sandık mı? İşte neft çıkıyordu. Mümkün 190 trilyon kubik gaz çıkıyordu. Onun bu dünya deniz savdosunun 30%'ni bu yer egallaydı. Endi xalqaro qonunda o'zining chegarasidan 200 maylgacha bo'lgan yer dengizning shu davlatga qaraydi. 200 mayldan eshib ketgan yer u boshqa xalqarodagi butun davlatlarga qaraydi. Tang foydalanadigan xalqaroga tava yer hech qanday bir davlatga tava emas deb bekitilgan qonunda. Shuna bo'lganligi uchun Amerikaning u yerda u Xitoyning chegarasi ichiga kirib olgani yo'q. Amerika 200 mayl ichiga uchun. Xalqaro tava qonun bo'yicha xalqaro qonundagi dengiz butun dunyoga tava dengiz rayonida Amerikaning savdosi bor, butun davlatlarning savdosi bor, erkin va ochiq bir savdo qilish rayonida dengiz u butun hamma dunyoga tava. Lekin bu Xitoy hamda mushu dengizning hammasi menga mansub bo'lishi kerak deb shu 90%ni shu dengiz rayonining bundaq bir dashline deb o'ziga bir nima sizib, işte shu butun davlatlarning atrofidan bir narsa sizib Muşanın hammasi manga tava bo'lish kerak deb abay erkin ma'lum degandek shu paraxodlar bilan qumlarni to'shib yog'an orol yasab ashagashda paydo qilib undan keyin masalan shu Malaysiyani aytsak Malaysiyaning bir orligi Malaysiyaga 50 metr keldi. Asli 50 miles keldi. Malaysiyaga qarashli bo'lish kerak. Xitoyga 500 mil keldi. U Xitoy o'zi shunday jiroq turibmi, oshami mening deb talashyapti Malaysiyadan. Undan nima Vyetnamning kemalarini cho'ktirib yetib beliq tutgancha yaqin kemalar. Mumkin bu nimaniki Filippinga 50 mil keldigan yani 100 mil keldigan, ama Xitoyga 1000 mil jiroqlikda keldigan yanimi meniki deb ayak atlab berib elib Xitoy manda zo'mgarlik qilyapti. Undan u yerda bu harbiy nimasini pul xərcləb gücləndiryapti. Məsələn, 2019 yıldan 2020 yılgacha Xitoy 143 milyard dollardan 261 milyard dollarga oshirdi-da. Undaqlık bir yil ichida məsələn 100 milyarddan jiqaraq mablag' saldi degan gap bu yerga. Şunun bilan bunda qilgandan keyin bu albatta faqat bu Amerika bu yerga kirib olganlik emas. Birinchidan Amerikaningki u yerda do'st davlatlari bor. U Asiya davlatlarının hamısı Amerikanın savdosi bor, boshqa iqtisodiy va siyosiy, strategik va harbiy hamkorliklari bor. Undan keyin u yer xalqaro tava dengiz bo'lish kerak, xalqaro qonun bo'yicha Xitoyning emas, boya erkin ma'lum degandek. Shunga u Xitoy qasdan mening debchi, butun burungi tarixda mening degandek akilib shuni mening deb egallayma deb buning qiliqi qasdan mushta zo'ravonlik qilib mening deb bilib amaliyotda Amerika bu yerga kirib olgani yo'q. Gel müşahede yine bir sizin tekrar sual sorsam, o biraz burun dep öttük, 1982 yılda Janubiy Xitoy dengizi münasebeti kanun çıktı deb. Hatta bu kanunlar nəhayət maddi boyunca nəhayət aniq görüşülgən ekan. Amma shundoq bu turib Xitoy buni amal qilmay, qarshi harakatlarni qilyapti. Bu xalqaro qonunlarniki sizcha bundaq jazolash kuchi yo'qmi? Çünkü xalqaro qonunda hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bir jazolaydigan bir harbiy kuchi yoki buni enforce qiladigan, mecbur qiladigan davlatlar manda qiladigan bir kuchi yo'q. Bu faqat davlatlarning shartnomasi orqali bir-biriga bog'lanib turgan bir tashkilot. Shuna bog'liq uchun buni davlatlar shartnomasi orqali, masalan, boshqa necha davlatlar birlashib boshqa yana bir davlatga besim qilish orqali ijro qila oladi. Bo'lmasa u UN'dan masalan Birleşken Devletler Teşkilatı ma qonunga bo'ysunmading, ma'ni qilmaysa desa, yoqmayman deb turibsa, uni u BDT'ninki bir harbiy armiya kuchi yo'q yoki soqchi yamandaq uni besim qilgan u davlatni majburlaydigan bir nimasi yo'q amaliyotda. Hech qanday bir kuchi yo'q. Uning ustiga u masalan Xitoyniki yo'g'onchilik qilishi nurg'un ishlardi bu dengizlar emas. 5 davlatning ichida Xitoy bo'lgandan keyin asosiy narsalarni shu Xavfsizlik kengashi BDT'ninki shularning qarori bo'yicha bo'ldi. Unda bu bu Xitoy buni veto qo'l qo'ymayman deb turibsa, BDT majburlamaydi. U faqat treaty, bunda qanday yo'lning qonunlari treaty orqali, ya'ni shartnoma orqali bog'langan. Masalan, shu shartnomaga
mamlakatlar besim qila oladi, birlashib bo'lmasa BDT o'zi besim qila olmaydi. Erkin bazı mutaxassislar bu Janubiy Xitoy dengizi masalasida Xitoyniki bu Xi Jinping'niki hirsi, yani hırsı bilen Amerika'nınki stratejik kararlarının kesişken noktasındaki mesele de mandat təliqatıdır. Siz bunu qanday bir düşünürsünüz? Xi Jinping biraz Xitoy 100 yılki evvelki Xitoy emas. Xitoy güçlendi, yükseldi ve hem adamga boysunmaydı, baş egmeydi deb mujunda bir siyasetini ilip beriyordu. Onun için Xitoyga Xitoy düşüşü deb 2050'ki bağlan çağda Xitoy dünyanınki en kudretli devlet buludu ve cihanını başkurdu deb mujunda düşüşlerini beriyordu. Hem de bunda bir düşüşü bolgandan keyin, bunda bir siyaset bolgandan keyin onun icraatını buludu. Şununla Amerika'ya karşı bir karşı çıkış bir siyaseti var. Misalga birinci bulup Amerika meni tonusun deydi. Ben hazır dünyanın ikinci gücü. Amerika meni tonusun, menimki inovatimni qo'g'dusin, menimki obro'yimni qo'g'dusin ve tonusun da oldu. İkincisi bu cihan yalnızla Amerika'nın emas deydi. Yani nurgun devletlerinki deydi. Yani köp kutupluk dünya degini şu emdi. Şununla Amerika yalnız bir işe bunda başvuramaydı. Bizma alıngan menfaatini alımız deb. Amerika karşı nurgun faaliyetlerini ilip biriyordu da aslında. Siyasi cihetten mesela G20'nin içinde özününki adamlarını jığıvatıdı, toplavatıdı, Amerika karşı çıkıvatıdı. Mesela bu BRICS degan teşkilatının içinde bir bankı kurdu. Bu bankını şu Amerika'nın IMF bankasına karşı yani pul mamulu fondu ile güreş kuruldu. Onundaki Asya asas kuruluşlara meblağ siliş bankası var. O bankını hem de Amerika ve Garplıklarını kurgan Asya Tarakkiyat Bankası degendi. Hem finans cihetten hem de siyasi cihetten, iktisat cihetten, ticari cihetten Amerika'ya karşı hazır bu yeni İpek Yolu proje stratejisine emirleştirişe tırışıyordu. Yani bunlar hemisi Amerika'ya karşı çıkış. Hem de Amerika'ya karşı çıkanda Amerika'ma onunla kaytırıyordu. Hazır iki taraf bağan seri başlamış ticaret uyuşuyla birlikte hazır teknoloji sahalarını kırdı. İktisat cihetime tesir yetkizyordu. Siyasi cihetten tesir yetkizyordu. Ama hazır en nazuk bir çalışıvatkan yer hazır biz devatkan şu Janubiy Xitoy dengizi. Ve Amerika'nınki mütehassislerine devatıdı. Amerika Xitoy arasındaki bu cidel eğer de bekle güçlenip gelse birinci başlaydıgan yer şu Janubiy Xitoy dengizi. Şununla bu Xi Jinping ma Çin turilyaptı, qattiq turilyaptı. Amerika ma boş kelmayaptı. Nurgun mütehassislerime ensireyaptı. İki devlet arasında bir can dokyası nim bok yeter dünya. Çünkü dünyanın iktisadi, ticaret, xavfsizlik, yani siyasi tamponluklar hepsi bozuldu. O bozulgandan keyin nurgun devletlerninki tüzümlüğüme ziyan verdi, ularninki menfaatlerine ziyan verdi. Bunun ensireşinin içinde ama Xitoy bu cihetten bir ensireş yok mu deb sorsak Xitoyda mübahis. Ama Xitoy qanday qilishni bilmayapti. Amerika taqabul tursa, Amerika texmi Çin chiqadi ekan. Amerikaga ma'qul desak, u texmi bozak qiladi ekan. O'z vaqtida Japoniyani ajda bozak qilib, o'zininki ta'sir ostiga ilgan. Shunga qanday qilaylik deb Xitoy qarab turyapti. Demakki, Xitoy uchinchi bir yo'lni tepishni qilamayapti. Ya'ni aqli u yerga yetmayapti. Eğer de üçüncü başka bir yol tapamsa hem de iki tarafınınki bu ciddileşişi şu Janubiy Xitoy dengiz ve Tayvan meselesine işçiga algan takdirde bir çatak çıkırgandek bir nima var, ahval var. Doktor Hanım, Erkin Malim biraz burun Xitoyniki Janubiy Xitoy dengiz qaratgan siyosati pozisiya tushunchasini so'zlab o'tdi. Siz o Amerika'nın Janubiy Xitoy dengizida bo'layotgan o'zgarishlar qanday pozitsiya tutyapti? Mush to'g'risida bir so'zlab bersangiz.
Oldu. Bu Amerika avay erkin malum degandek Xitoyniki olib berayotgan siyosatlarga qarata o'zining siyosatini o'zgartirib qo'yadi. Masalan, 20-30 yildan beri Amerika hech qachon Xitoyni bir o'ziga tahdid yoki dushman deb qaramagan. Dunyo xatar ekildi, Amerika xatar ekildi deb qaramagan. Bu Xitoyni shu savdo tashkilotlariga kirgizib WTO'ga. Endi qo'llab qolgandan keyin qarasa bu Xitoy kuchaygan siri boya erkin ma'lum degandek u yerda harbiy mablag'ni kuchaytirib u 90% rayonni dengizniki meniki deb men egallayman men mushada men Amerikaning o'rniga men chiqaman deb bak yo'g'nab ketgandan keyin shunga Amerikamo tahdid his qilishga boshladi. Bu shu Obama hukumati o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoyningki bu tahdidiga ko'ra qattiq qo'l siyosat yurgizishga boshladi. Aslida bu tashqi ishlarningki bir maslahatchilar nimasi bor, bir think tank guruh, Foreign Policy Council deydigan. Shularninki siyosat tuzaydiganlari 2015-yili Robert Blackwell degan odam shu Amerikaga bir policy yozgan, shu siyosat tuzab berganda bu yezib shu vaqtda degan bu Xitoy degan bizga tahdid bo'ldi. Bu bizning harbiy jihatdan mundaq kuchayib ketsa dengizdagi huquqimizni tortib oldi. Ankin bu ishpiyonlarni kirgizib, texniklarimizni o'g'irlab ketib bordi. Butun aqliy emgak nimalarimizni o'g'irlab ketib bordi. Hamma narsani kopiya qilib yasab, Amerikaning iqtisodini tushirib bu Amerikaga bek ichkirlab kirib, shu siyosatchilarimizni setib olib, bu bek bizni vayron qilib shuningga bu Xitoyga nisbatan birsi bizmi o'zimizning defense, ya'ni mudofaani kuchaytirib, harbiyga bo'lgan mablag'ni kuchaytirishimiz kerak. Ikkinchidan, shu dengiz rayonidagi do'stlarimiz bilan birlashib, bir birlik sap qurib, Xitoyga birlikda qarshi turishimiz kerak. Uchinchidan, Xitoyni butunlay chetga qilib tunimayman demasdan, unda qilsa Xitoyning nima qilganini bilmaymiz. Xitoy bilan high level diplomasiya deydi. Ya'ni yuqori shakl leveldagi bir diplomasiya qurib, sen bunda qilsang, men bunda qilma, sen unda qilsang, bunda qilma deb bir-birimizga signal beralaydigan qilsak, tuyuqsiz bir-birimizni bilmayli bir to'qinish chiqiblan dengizda bir urush chiqib ketishining oldini olgan bo'ldi. Mo'shta bir siyosat tutish kerak deb bu odam shu vaqtda yozgan reportni, lekin uninkini qadam-qadam hech kim to'liq ijro qilmagan. Masalan, hozir chiram chiqqandan keyin bu nimaniki Amerika hukumatiningki kongressininki bir report e'lon qildi 2019da. Shu reportdan the grand strategiesini o'tirib qo'ydi. Qarasa, sap mushu Foreign Policy Council, ya'ni tashqi ishlarningki maslahatchilik kengashining maslahatlaridan olgan narsalarni bular qilyotdi deb, bular shu o'ziniki cho'ng strategiyasi qilib hozir shuni ishlatyotdi, yo'lga qo'yyotdi, masalan, jihlarni. Masalan, o'quvchilarni Xitoyniki qattiq tutib, masalan, ishpiyon bo'lganlarni, ankin Xitoydan kirgan ishpiyonlarni jazolab, ankin Xitoyniki jamoalarni, masalan, o'tgan yil 2019da deyman. 59,000 kema Xitoyniki jamilni saxta malchi, saxta somka, saxta oyoq marka yağandan Xitoy markini chaplab yasagan, masalan, saxta yuz may, saxta grim buyumlari Amerikaning, Fransiyaning markalarini chaplab yasaganda, damlıq markalarni qilib yasagan Xitoyniki amaliyotda shunday ishlatuvchilarga ziyon berdigan müştaq mallarını musadir qilib, anondan keyin yaqindan beri Uyg'urlarni ezishga, ya'ni Uyg'urlarni yo'qotishga bevosita yoki vositali holda aralashib qolgan ashta shirkatlarga, ya'ni Xitoyning armiyasiga aralashgan ashta shirkatlarniki hammasini cheklab kirmaydigan qilib, Xitoyningki shu Uyg'urlarni bostirayotgan shirkatlarining nimalarini odamlarni, saqchilarni, 20 saqchi, anikin PLA Xitoyning armiyasidagilarning ashtalardan entitiyalardan hammasini degidek cheklab, undan savdo korxonalaridan tortib, Amerikaga kirmaydigan, viza bermaydigan qilib, shunday qilib Amerika qadamma-qadam bu bir qattiq siyosatni qo'llanadi. Endi buningga bu qattiq siyosatlarning asosligi shu davlat bexatarlik idorasininki 2005-yildagi bir nimasi bor, strategiyasi, bir 4 muhim omil bor. O 4 muhim omilning birisi Amerika xalqini, ziminini, ya'ni Amerikaning yashash yo'lini qo'g'dashni birinchi o'ringa qo'yish deydi. Ikkinchisi, Amerikani gullantirish va Amerikani dunyoda kuchli tutib turishimiz, kuchlantirishimiz kerak deydi. Uchinchi, tinchlikni, kuchlanishni qo'lga keltirish orqali qo'lga keltiramiz deydi. Ya'ni tinchlikni biz qurol ishlab chiqarmay, harbiy mudofaa qilmay, hech narsa qilmay, bunday jim tursak tinchlik bo'ldi emas, kuchli bo'lsak tinchlik maydonga keldi. Ya'ni biz o'zimizni qancha kuchli qilsak, dunyoning tinchligini shuncha qo'g'day olamiz. Kuchli bo'lish orqali tinchlikni qo'lga keltirish kerak. To'rtinchisi, Amerikaning dunyoga bo'lgan ta'sirini davomli ilgari surib, bu dunyodagi hegemonik o'rnini cho'qim tutib turishimiz kerak degan shunday bir 4 turlik
nimasi bor, nuqtasi, asosiy nuqtasi bor ekan. Bu 2015-yildagi davlat bexatarlik idorasining strategiyasidagi mushu 4 nuqtani asos qilgan holda hozir Amerika o'zining siyosatini yo'lga qo'yyotdi. Buni yo'lga qo'yganda Yevropa bilan Osiyoning tangpungliqini saqlash orqali dunyo tinchligini tutib turish, ya'ni u yer dengiz rayoni degan Osiyo tarafning bo'lsa, Yevropaning mu ikkisining tangpungliqini saqlash, hech qaysi tarafning ishib ketmasligidan. Undan keyin bu atom bombasini cheklash, boshqa davlatlarning atom bombasi yasashi, kengaytirishini nima qilish, kontrol qilish. Buni bilan Xitoy hozir yasab qilayotgandan keyin bu Amerikani cho'chityotdi, buni kontrol qilish kerak. Shu mushta narsalarni unkin bu Osiyo davlatlari bilan dengizdagi kuchli hamkorlik qurib, ularning burun bu davlatlar kesk Amerika meni qo'g'dab bersin deb yo'linib bilib, o'zlarining kuchi bo'lmagandan keyin bunda qilsak Amerikaga bek yukchib qoldi ekan. Shu bu davlatlarga mablag' selib, bularni kuchaytirib, bularni Xitoy qarshi kurashalaydigan, ya'ni o'zini qo'g'dayalaydigan alg'a keltirish degan bunda bir siyosatni Amerika yo'lga qo'yyotdi. Unda qo'yyotgan bilan lekin bu siyosatga cho'qimli butun Amerikaga hammasi qitilib ketgan bir pozitsiyami yo'q. Amerikadagi ba'zi, ya'ni masalan Xitoy parast yoki liberallarning ichida yana nurg'un siyosatchilar bor. Ular deydi bu Trumpning bu siyosati qattiq bo'lib ketdi. Bu Xitoyni butunlay cheklab, hamma nimasini kirgizmay, chiqib ketsin, oqsin, ko'qsin deb bunday qilsa, biz bakil Xitoy bilan bak dushmanlashib qolamiz. Hozir bu Trump hozir masalan yiliga 54 milliard dollar ashta defense harbiy xarajatni oshirdi-da. Bu degan 600 milliard dollar bo'lamda. O'sha o'zining nimasi bo'yicha nimasiga selishtirganda masalan agar nim qilib qolsa-da, jami selishtirgan vaqtida ashta agar yiliga 54 milliard dollardan oshirib mangsa, ashunchalik bu mancha yilda manchalik bo'ldi deb bular hisoblab, agar mushta bo'lsa hozir Amerikaning 272 kemisi mushu 350 ga chiqadi ekan 2020 yilning oxirlarida. Undan keyin hozir 12 nima qo'ndigan kema bor, bu aeroplan qo'ndigan kemasi bor. Aviamatka. O aviamatkasının hazır 11 olduğuma onu 12'ye çıkarış planı var. Yani onun üstüge bu aviamatkanın USS General Ford deydiğen bu keme, şu aviamatkası dünya boyunca en teknikisi üstün kemike. Bunun da texi Xitay yetemedi deydi. Xitay onda cih meblağ sağını bilen ama yetip eşip ketişi mümkün değil, hazır yetmedi de. Çünkü bu Xitaylık Rus'tan setıvağın Liaoning diye aviamatkası var. Şunu işletyapti, onu degan 16 yil remont qilib, onun degan dengizga salgan kemisi, yana bizni yazsa shuningga o'xshatib yasaydi deb Amerika sal yana bakmo nima emas deb bakmo qo'rqib ketmaylik Xitoydan. Undan keyin bular deydi, biz mushta mablag' sel bunda qilaversak Xitoy texmi kuchab bundan mablag' salsa, bak dushmanlik paydo bo'lib ketadi o'tirimizda. Ki bu bir jiddiychilik paydo qildi bu Trumpning bu yurgizayotgan siyosati. Bu degan xatarlik, urush keltirib chiqardi. Shuningga bunda qilmaslik kerak. Andan keyin uni ustiga bu Xitoy o'zimning zaminini olaman deydi. O Amerikaga tajovuz qilmasa, u xalqlarni boshqa davlatlarni qo'g'dayman deb u rayondagi, u butun dunyoni tutaman deb bu Amerika nimishga bunchalaylik o'zining beshiga balo ilib oldi. Amerikada hozir bu Covid, Xitoy virusi tufaylidan bir muncha avorchilik 40 million odam ishsiz qoldi. Neç 100 ming adam öldü, 100 ming adam mı? Öldü. Bunda tursa bu meselelerimizni hal qilib, Amerika o'zimizning ichki siyosatiga ko'ngil bo'lmay, nemishki mablag'ni u yerga silib dengizdagi nima qo'shni davlatlarga ularga yordam qilib, ularni qo'g'dayman deydi. Xitoy bizga tajovuz qilaman demasa, u Amerikaning zaminiga tajovuz qilaman demasa deb manda tushunganlar bor-da. Lekin endi bu degan qisqa muddatlik tushunish. Uzun muddatda u Xitoy u rayonni egallab olsa, butun savdoni egallab olsa, u Amerika o'zining ichidagi iqtisodini qanday ko'tardi? Masalan, iqtisodni ichki masalasini hal qila olmay qoldi-da, dunyodagi o'rnini yutirib qo'ysa. Shunaqa bo'lsa, o Trump'ның siyosatini qo'llayotganlarmi nayt ko'p mushta ikki xil pozitsiyada bor hozircha. Undan keyin Tayvangimi endi ikkili taraf masalan qarshi nima Xitoyga bek qattiq qo'l bo'lmayli deganlar bilan Trumpni qo'llab qattiq qo'l bo'layli deb hozirgi siyosatni tutayotganlar shu Tayvan masalasidami bu bek inchki masala. Chunki Xitoy Tayvanni mening yerim deydi. deb o'zining yeri bo'lgan keyin biz cho'qim Tayvanniki mustaqil bo'lishiga qat'iy qarshi turib, Chinaning bir China policy, ya'ni bir Chinaning butunligini qo'g'dishimiz kerak. Tayvanni mustaqil bo'lmaysa deyishimiz kerak. Bu Tayvanniki liderlari bilan gapirishib, mustaqil bo'laman degan gapni qilmaysa deganga qoyil qilishimiz kerak. Undan keyin biz Tayvanga davomli qurol setib, Xitoyga sen qurolli hujum qilsang biz bor.
biz urush qilamiz sen bilan deb Xitoyni qo'rqitib, boshqa qilish orqali bu yerda mushta shaklda bir tinchlikni saqlab, Tayvanga mustaqil bo'lg'izmay, Xitoyni tajovuz qilg'izmay, mandaq o'ynab o'tirliq turishimiz kerak deganda buni hamda har ikki tarafniki qattiq qo'l va yumshoq qo'l siyosatchilarning har ikkisi qo'llaydi. Ammo ba'zilari deydiki, yana agar masalan davlat manfaati birinchi o'rinda turdi emasmi? Ya'ni jiqi biz o Tayvan masalasini deb uni nim qilamiz deb Xitoy bilan surkishib nemish qilamiz. Surkilishni bundan nas chiqarishni nima hojati deb. Çünkü bunda qaraydigan siyosatchilarimiz bor Xitoy parastlari. Çünkü har xil pozitsiyada ekan Amerika. Ama hozirgi shu Trumpning yurgizayotgan siyosati men boya degandek, masalan nimani şu Asiyadaki şu nima Asiya rayonidagi Amerikaning savdosida Xitoyni chetga qiqish, ojizlashtirish. Ondan keyin Amerikaga mudofaa, davlat mudofaasiga bo'lgan mablag'ni kuchaytirish. Ondan keyin uchinchisi shu Osiyo davlatlari bilan kuchli hamkorlik paydo qilish. Masalan, Yapon, Avstraliya, Malayziya, Indiya, Hindiston, Vyetnam degandek davlatlar bilan kuchli bir birlik hamkorlik paydo qilish shunday bir siyosat. Nicat Turg'un efendim, Avrupa İttifakı nerede güçlü bir güç xalqarada Avrupa İttifakı bu Janubiy Xitoy dengizdagi o'zgarishlarga qanday pozitsiya bildiryapti yoki qanday siyosat yo'l qo'yyapti? Rahmat savol uchun. Avrupa İttifakı bu nimaga natonish nima emas, kuch masalasi edi. Chunki ikki dunyo urushdan burun Angliya va Fransiyaniki bu yerda zaten mustamlika rayonlar var idi. Bu rayon Avrupa İttifakı'nınki 3-cü çoğun iqtisadi hamkorlashuvchi, yani Amerika Xitoydan qarshi 3-cü çoğun ticaret hamkorlashuvchi o'rni, ticaret sheriki. Bundan bo'lgandan keyin bu Avrupa İttifakı'nınki bu yerda büyük bir iqtisadi va ticaret bir manfaat var. Endi bu yerga tutgan pozitsiyasida bir rayonninki bir tinch holatda bir ticaretninki yurishi, bu yerdagi Avrupa İttifakı'nın tabi bu paraxtlarning kemalarniki erkin bir yerda o'talishi nimasini shuni muhim deb qaraydi. Andan keyin bu Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi va Avstraliyaning buni nimaga tutgan pozitsiyalarga Avrupa İttifakı yillardan buyon nima bo'lib kelganlikda betaraflik nimasini tutibroq ham Xitoyni ranjitib qo'ymagan asosda ham Amerikaga qiyib ketmagan ikkisini o'rtasida bir tampon tarozilik rolini tutib kelganlikda. Ammo yaqinqi bu Xitoyninki aşkari bir kengaymichilik tashqi siyosatidagi bu yerdagi orollarni silishi, anandagi askariy nimani kuchaytirishi taraqqiyotinichu. Anandagi orollardagi bu yerdagi kichik davlatlarninki bularning iglik huquqini tahdid qilgan nurg'un harakatlarniki ergishib bu Avrupa İttifakı'daki davlatlarmi andisini o'ttirib qo'yishga boshladi. Bu Avrupa İttifakı'ga ta'sir qildi va ba'zi nimalarni bayonotlarni e'lon qildi. Ama e'lon qilgan bilan Avrupa İttifakı 27 davlatdan tarkib topgan bo'lg'achqa ba'zi davlatlar, masalan İtaliya, Gretsiya, Sharqiy va O'rta Yevropadagi davlatlar bular Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar sababidan yana Xitoyga qattiq ayblamaslik nimasini turib olib, yana o'rtaq bir ovoz chiqarishda yana qiynalib qoldi. Ammo yaqinqi o'zgarishlardan qaraganda, masalan, bu rayonda zaten nimaninki askariy nimalar kuch bazalari bor. Angliyaning olsun va Fransiyaniki yaqin atroflarda. Andan keyin Macronninki Miyonxinninki xavfsizlik yig'inida o'tirib qo'ygan bir narsa va NATO nimasini vision yo'qotdi. Hamda Avrupa İttifakı o'z oldiga bir armiya qo'yishning nimasi bo'ldi degandek gaplarni chiqardim dedi bu yerda-chu. Demek Avrupa İttifakı bu rayonga faqat iqtisodiy va siyosiy diplomatik kuch bilan pozitsiya tutish emas, balki bir nimaninki niyati borligini ko'rgili bo'ldi. Geopolitik va askariy holatda bu yerga bir aralashishni, ammo Avrupa İttifakı'nınki bunda bir o'z oldiga askariy nima kuchi yo'q. Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarniki yiriklashishiga va tijoriy nimada kelishmasligiga ergishib bu yerdagi tampon tarozining nimasida Avrupa İttifakı, Amerika, Hindiston, anandaki Avstraliya, Yapon qaratliq davlatlarniki yan tarafiga o'tib bu yerdagi pozitsiyani olish mumkin. Andan keyin bu yerdagi davlatlarni bu kichik davlatlarni Avrupa İttifakı'ning ba'zi mutaxassislari bularning mudofaa kuchini oshirish orqali tijoriy iqtisodiy nimasini taraqqiy qildirish va mudofaa kuchini oshirish orqali Xitoyga bularning qarshi tura oladigan nimasini
güçlendireyli dep bu Qural setişning nemesigimi ijobiy nem qaraydigan ba'zi analizlar barki endi. Umumiy jihatdan Yevropa İttifaqı hazır bir qiyish tarazinki qiyish bosqichida deb tushunsak bo'ladi. Bu Janubiy Xitoy dengiz masalasi. Malum bu Janubiy Xitoy dengiz meselesini dünyanın en çoğun kuşlardan bolgan Amerika Xitoy oturuşundaki çok meselelerin biri de qaradık. Hatta bu iki oturuşundaki bu mesele siyasiyetin, iqtisadiyetin hemmisini altıp hatta xatarlik seviyesi qarab taraqqi bo'ldi. Bazı mutaxassislar deydi ki bu harbiy mutaxassislar. Hazır Amerika ve Xitoy oturuşunda harbiy to'qinish chiqish ihtimoli eng yuqori bo'lgan masalalarning biri bo'lsa, dal Janubiy Xitoy dengiz masalasi bo'lishi mumkin deb qarab o'tadi. Siz buni qanday qaraysiz? Bununki to'g'ri taraf, haqli tarafimi bor. Aslında bu gaplar yaqinqi zamonda o'tirib chiqqan emas. 1990 yıllarda Amerika'nın mütehassisler muşundak kelgüsünde Amerika Xitoy arasında bir to'qinishlik bo'lib qolsa, bazı sebepten, bazı meselelerden töpeyli buludu deb meselelerini tizgan vaqtida birincisi şu Janubiy Xitoy dengizi. İkincisi Tayvan meselesi. Üçüncüsü bu Japonya ve Xitoy arasında aral talışışının neticesinde Amerika Japonya'nı qo'llashla o Şark dengiz tarafdan mesele çıkıştı. Muşlarını kösetken. Şununla Amerika tarafı bu narsalarga nima, yani yeni narsa emas endi. Şu Janubiy Xitoy dengizida bir çataq chiqishi mumkin. Ve Amerika haberini dedik, Amerika 2010'dan başlap şu Asya siyasetini özgertken, o vaqtidagi gaplar Asiyaga qaytish siyasetida bir siyasetini ilib bordi Obama'nınki vaqtida. Obama 2009'nınki ahırlarda Xitoyni ziyorat qilgan. Ve Xitoyninki mushundak hamkorlik qilishdan jiroq Amerikaga taqabul turdigan o iradesini ko'rgan. Şununla Obama'nınki vaqtida Ruqiya Hanım'ı deb o'tdi. Amerika'nın Clinton'ın vaqtida Xitoyga qarshi bir tedbir alganligini. Şunun bilan bu keyinki zamanda Asiyaga qaytish siyasetini Asya taraftan, yani Asya Tinch Okyanus taraftan Xitoyni muasirga ilish siyasetini o'tirib qo'ydi. 2003'ten keyin eğer de şu biz Xitoyni 2030'gacha tizgin qilamisak, Xitoy anandaki Amerikaga qarshi kuchlanadi, Amerika Xitoyni hech nima qilolmaydigan holga keldi deydi. 2030'ga 10 yıl kaldı. Şu vaqtida chiqqan bir icraatı şu bo'ldi. Asya Tinch Okyanusda Xitoyni muasirga olayli. 2020, yani mushu yilgacha Xitoy mushu hava ermisi, deniz ermisinin %60'ını Asya Tinch Okyanus'a yötkeş. Ve Asya Tinch Okyanusu'nunki merkezi, harbiy merkezi Guam degan bir aralda. Yani bu Pasifik dengizininki o'ttirlarida bir yerde. Ve bugün şu Guam aralığında Amerika'nınki en yukarı teknolojiyle işlep çıkaran kurallar var. Hem uya bir askeri baz merkezi oldu, hem de Xitoyga karşı aşağıdan bir harbiy hareketini başkurduğun bir merkezga aylandı. Yakınki zamanda Amerika şunu düşündü, biz şu Asya Tinch Okyanus'da Xitoyni muasirga alsak, Xitoy hazır İpek yolu degan bir stratejiyani o'tirib qo'yib, hem deniz hem quruqlikdan ikki yo'ldan minib, bütün bağ jeopolitik nezriyesini hemmini jug'urib, o'ziga xos bir jeopolitik bir alaytligini yaratgan bir siyasetini o'tirib qo'ydi. Hem de bu nima degan chog'da sen şu deniz tarafdan meni muasirga alsang, men g'arb tarafga qarab manaman degan gap. Sen meni muasirga olamaysan degan. Şunun bilan nima bo'lib qoldi degan vaqtida C şeklinde, yani ABC'ninki C şeklindeki muasir yetmeydi. Aslında Orta Asya, Afganistan ve
Şərq Türkistan tərəfdədirmi Xitayına müasirə iliş lazım degan bir düşüncəmi gəldi. Hazır o vaxtda cih nəslərini görəməyətimiz, amma Xitayını şu iki tərəfdən, Qərb və Şərq tərəfdən müasirə almağıca Xitayını tizgin etmək qiyin. Bu iki tərəfdən müasirə ilişdə iki rayon əhəmiyyətli olub oturub çıxmadı. Bu iki rayon strateji əhəmiyyətə ega. Birisi Tayvan, birisi Şərq Türkistan. Yani Tayvan'ı eğer de Çin tutursa Xitay denizge icilamaydı. Əbəy deyilgən deniz mənbətlərini, deniz iktisadi mənbətləri boğan o 12 mildən kin 200 may yani evet mayda okuldu. Bunda kən yerge cik ilgi bolamaydı. Ama Tayvan'ı ağan vaxtıda şunda kən bir yer içildi. Əbəy diyen Japonya'dan, Filipin'e, Tayvan'a, onun için tövengi minib Endonezya'dan şu nemige Singapur'a bağıcı bir arallar zinciri var. Bu zincirini sunduralaydı Tayvan alalız. Şərq Türkistan'da mümkünlükünü qoğdayalıgan takdirde Xitay onundan keyin G'arbga iclalaydı. G'arb'dekinin o G'arb tarafı. Yani Avrasya ve Avrupa'ya baralaydı. Şunu Amerika için hazır hem şu Cenab-ı Xitay deniz meselesi, yani Tayvan mı bu meselenin içinde, meselesiyle Şərq Türkistan meselesi gün tertipke kırıldı. Amerika bu meselelerini bir tutaş ilip bir vardı. Yani Cenab-ı Xitay deniz meselesi, Tayvan meselesi, Hong Kong meselesi, Şərq Türkistan meselesi ve Tibet meselesi. Ertügün belki Mongol meselesi, Tungan meselesi, Mançur meselesini mi geçiş mümkün. Eğer de bularını bir tutaş ile hareket kılgan çağda Xitay ile bu küreşte Xitay'ını yenilalaydıgan ihtimalini bu nimini östürdü hem de ihtimalini. Çünkü Amerika tarafı Xitay ile şu Cenab-ı Xitay denizde bir can içişini xalamaydı. Ama mecbur kalsa can kılımızdaydı. Şu aşka əbəy Rukiya Hanım'a dep ötdü. Amerika'nın ki nurgun kimileri muşu rayonları kilvadıdır. Misalga hiç görünüp bakılmayan bir ahval var. Amerika'nın ki 3 uçak gemisi oxşaş vakitte muşu Asya Tinç Okyanus'a yığılgan. Normalde hərbi mütəhəssislər şunu bilirdi. 3 bir uçak gemisi ki kalsa bu rayonu teftiş kılış ve iniklaş için kilvadıdır ya ki başka məqsədlə yani adli bir məqsəd. Eğer de iki uçak gemisi ki kalsa bir yere tehdit siliş ve korkutuş yani o düşmanın ki iradesini sunduruş için kilvadıdır. Eğer de üçü ki kalsa bu canın ki işareti deydi. Güzel düşündüm. Hiçbir zaman üçü bir yere gelmeyende yakın zamanlarda 3 kilo. Onundaki Xitay'ın ki davatkan 12 mil jiraklıkta bu kenglikteki rayonga çetellikle kiremeydi de Xitay özünün ki arallığını kıta hesap kılıp Amerika'nı çekligen. Amerika mı 12 milden mi ötep git vardı. Xitay onunla kalkışlarından başka bir nim kılamaymadı. O uçak gemisinden başka uruş parkutla deniz üstüde, deniz astıda, tigde mandıran parkutlama üyelerde üyelerde Charles İmparatorluğu. Charles İmparatorluğu. Onundan başka havada mı hem hava kuvvetli, hava ermisi hem de kurukluk ermisinin ki arıplanları kilvatıdır bir yere. Bu rayonda takip ediyor. Normalde kuruk erminin ki arıplanları bir yere kilişine hacet yoktu. Demek ki bu deniz, hava ve kurukluk erminin ki gerçi Amerika'nın ki kurukluk ermi diyen bir ibare yok. Ula deniz kurukluk ermisi geldi bunun.
Bu ermiyler yani 3 xil erminin ki arıplanları, uruş arıplanları hemmisi muşu rayonga kelip takip kılgan bolsa, bunundan keyin dengizde, quruqlikda ve havada jang başlap qalsa, hemmisi mundaq koordine qila olish uchun hozirdan boshlab buning mashqini qilyotidi deb tushunsak bo'ldi. Yani Amerika bir yerde bir jang bo'lishuningki oldini olish uchun hozir buning tayyorligini qilyotidi. Ve hazır misalga her ayda yani 10'dan köp 20'dan 25'ten az qitim mushu Xitoyningki Xitoy Janub dengizini charlayotidi, ta'kidlayotidi, axborot istihborot yig'yotidi ve bunun analizlerini qilyotidi. Bo'libmi misalga 7. filo armiyasi, yani 7. dengiz armiyasi deyilib filosi. Mushu rayonda jang bo'lib qolsa, qanday qilamiz degan o harbiy manevrani ilib beryotdi. Hamda mushu jang boshlab qolsa, Tayland, Filippin, Vietnam, Japoniya ve Janubiy Kore bu ishga qanday yordam qila oladi deb ular bilan o'rtoqlashib bu dengizdagi harbiy manevrani ilib beryotdi. Yani Amerika'nınki bulupma şu Pentagon'nınki içinde aslında şu Xitay Janubiy dengizde bir jang çıkıp kalsa qanday qilamiz degan meselede bence senaryolar tayyor bence. Ve o senaryo bo'lib qolsa qanday qilamiz deganni hozirdan boshlab onun tayyorligini qilayotgan deb turdi. Ve bu rayonda başka bir harbiy qo'shinlarni shakllantirishga boshladi. Bazı mutaxassislar Asya Tinch okeanining NATO'sini shakllantiryotdi. Misalga Indo-Pasifik stratejisi degan bir stratejiyani Trump hukumati o'tirib qo'ydi. Bu yerda ham Hindiston, şu Avustraliya, Yeni Zelanda ve shundaqlar qolgan Japoniya ve Janubiy Koreya degandek sherik devletler bilan birlikte keng qitilgan misalga Filippin ve Vietnamlar bilan birlikte hareket qilishni ve bir qo'shin shakllantirishni barpo qilishni tirishayotdi, shuni amalashtirishni. Vietnam belki Amerika bilan biraz mesele var ama bu daqi sizlar bergan xabarda Amerika mı bu rayonda olsun, Amerika bu rayonda xavfsizlikni qo'g'dayolaydi deb Xitoyga qarshi chiqqan. Bunda deb kelgan chog'da Amerika siyosiy jihatdan harbiy ittifoq jihatdan, ittifoqdoshlar davlatini kuchni shakllantirish jihatdan hamda bu siyosiy birlik jihatda bu tayyorlikni ilib beryapti. Yani yig'ib kelgan chog'da ya mesela Tayvan'dan patlaydi, yani can ya ki şu nime Janubiy Xitoy dengizining bir aralını talışışda, Vietnam bilan talışışda, Filippin bilan talışışda belki bir cidal o'qiydi, bir cidal chiqishi mumkin. O vaqtda da Amerika bütün kemileri bilan ve arplanları bilan dengiz astı, dengiz üstü bütün kuchlar bilan o rayonga yig'ildigan ne yig'lalaydiganligini hozirdan boshlab tayyorlik qilyotdi, ko'ryapmiz. Shunda bir ahvol chiqishi mumkin. Yani kutmagan bir vaqtida bir jangninki rayon xarakterli bir jangning o'tirib chiqishining ehtimoli bag'ansiri yukselyapti. Ruqiya xonim, Janubiy Xitoy dengiz maskalasi hozirgacha Avstraliya betaraf bo'lib kelayotgan edi. Ama yakın kunlardan buyon Avustraliya birdilla pozitsiyasini o'zgartdi, Xitoyga qarata ayblashlarga o'tib ketdi. Siz buni qanday tushunasiz? Avstraliyaningki betaraf turishdagi sababmi 1974-yili Avstraliya shahidligi bir shu rayonda bir dialog qurib turadigan bir rolni olgan, shu dialog qiladigan. Şu bir asaslı diyalog kurgucu bir nima bo'lgandan keyin shundan tortib betaraf turib, masalan bu Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi tangpungliqni saqlash uchun betaraf turgan. Chunki Hindiston Xitoyni butunlay chetga qoqimiz, chiqarib o'timiz, Hindistonning kuchini kuchaytiramiz bu yerda degandan keyin Avstraliyaning Xitoy bilan nurg'un savdo manfaati bor.
qisqa muddatli bo'lsin. Shuningga bu Avstraliya u Hindistonninki undaq butunlayli Xitoyni chiqarib o'timiz degan u yo'lida mangmaymiz. Ham Hindistonni qo'llab, ham Xitoyni tutib deb o'ttirdi o'ynab, tamponlikni saqlab bundaq manfaat olaman deb shunga bu yil bir betaraf turib kelgandi hozirgacha. Undan keyin bu Amerikaning pozitsiyasiga munosabatlik bu Avstraliyaniki betaraf turishiga sabablar. Chunki Amerika men boya degandek 20-30 yildan beri Xitoyni bir xil shu Trump hukumati chiqqanga qadar rasmiy siyosatni yurgizib o'tirib qo'yib bıraklamılıqı Xitoyni bir düşman tahdid deb bu Xitoyning hamma nimasini cheklaydigan bundaq nurg'un narsalarni cheklaydigan bunda bir siyosatni Amerika yo'lga qo'ymagan. U Amerika u Janubiy dengizda bundaq nim qilganda biz masalan biz shu Xitoyni o'z ichiga olgan butun davlatlar bilan barobar bir dialog ya'ni hammasini o'z ichiga olgan holda tinchlikni saqlaydigan bundaq bir barobar bir dialogni turg'izimiz Janubiy dengizda deb ashunda muomala qilib kelgandi. Yo'q Xitoy oyoq tutib boshqa hammasi boshqalari bilan boshqa Osiyodagi o'xshash ko'z qarashdagi davlatlar bilan do'stlarim bilan birlashib Xitoy qarshi turamiz degan bunda qattiq siyosatni yurgizmagan u siyosat deyilgan bilan undaq masalan 2015-yilda tashqi ishlarninki nimasi chiqdi dedik tashqi ishlar kengashining shularninki bir nimasi reportlar chiqdi unda talablar reportlar sunilgan bilan toki shu Pompeo o'z og'zi degan qadar 2019 nimada 11-oyda bu Tashqi ishlar ministrligining reporti, undan 2019 7-oyda Amerika bexatarlik idorasining reporti, undan Amerika mudofaa ministrligining reporti mushlar chiqib Xitoyga zodi qattiq siyosat yurgizib bu harbiy mablag'ni oshirib undaq qilsak bo'lmaydi deb bundaq maydonini bak uchiq oshkora ifodalaganga qadar u yerdagi do'st davlatlar Amerikaning do'st davlatlari bir xil agar Amerika bizni vaqtga tashvasichu Xitoy bilan o'tirdi o'ynab, bizga yordam qilmasdi. Bizni bak yo'lni oldi deb Amerika. Biz Xitoy bilan echib qolsak, bizga yordam qilmay qolsa, u vaqtda biz ziyon tortamiz deb Amerikaga ishonamaslik sababimi ashta bot ekanda. Hamda Avstraliya bilanmiz, boshqa ushaq davlatlarning hammasi bor. Avstraliya hamda o'tirdan o'ynab tankni tutma bu yerda bir bunda jiddiychilik bo'lmagan ekan deb qaragan ekan. Ammo yaqindan beri Avstraliyaning bunday tez o'zgarishiga sabab hozir shu analizchilar Pompeo'ninki tashqi ishlar nimasiniki State Secretary Pompeo efendimning bayonotidan keyin bu o'zgarish maydoniga keldi deb qaradi. Chunki dengiz qonuni bo'yicha Filippinning orolini Xitoy ibagan vaqtida xalqaroda bu Xitoynikini xato deb Filippinninki yonbosadigan bunda bir qaror chiqqan vaqtidami Amerika biz xalqaroning qarorini qo'llaymiz degan uchiqashkari men bunda deyman deb bayonot bermaganchu bu qaror to'g'ri. Ama o karar 2016-yıl çıktı. O Filippin 3-cü qalğan Filippinga yonbosadigan Filippinning to'g'ri Xitoyning xato degan qaror chiqqan. Xitoyning qonunsiz bu Filippinning orollarini bu yerga kelib olishi degan qaror BDT'dan chiqqan vaqtidami Filippin o'zi qo'rqib Amerika bir nim demagashga uni nim qildimi. Andan keyin bu Avstraliya bunda qilib ochiq oshkora nim qilmaganda maydonni o'zgartmagan, bir taraf o'rnini saqlab kelgan. 2016-yıl xalqaradan bu chiqqan vaqtida Amerika bayonot bermagan, lekin xalqaraning o'sha chiqqan qanday qaror chiqarsa qo'llaymiz deb qo'ygan. Ammo 2019 ga kelganda 7-oyda Pompeo bu dal shu qaror chiqqan kunning xotir kunida bayonot e'lon qilib Xitoyninki bu yerda bunda yog'an orol yasishi, xalqning yerlarga kirib olishi, bu orolning 90% mening deb u yerda bir zanjirsimon narsa sizib olishi, bularning hammasi qonunsiz. Hech qaysini e'tirof qilmaymiz deb, ochiq oshkora shunday qattiq bir bayonot e'lon qildi. Shu State Department'niki nimasi veb-saytiga kirsanglar bu bayonot bor. Ashta e'lon qilgandikilar shu bayonot e'lon qilinishi bilanla Avstraliya maydonini o'zgartdi. Chunki Avstraliya burundaydi Xitoy bilan shuna yaqin savdimiz bor, manfaatimiz bor. Yomon bo'lib qolsa qilmaydi. Urushni biz qilmasak, biz nimishga o'tirdi ko'ygidakmiz, yomon bo'g'idakmiz deb endi u bek kuchli davlat bo'lmagandan keyin shu Amerikaning og'ziga qarayotganda, Amerika bundaq maydonini qattiq qilgandan keyin Avstraliya shartli o'zgarib hozir deydi. Endi bu yerda Xitoy bilan to'g'ri deydi. Qisqa muddat savdosi bor. Qisqa muddat savdosi bo'lgan bilan Amerikaning maydonida bu tarafdan birsiga ko'z qarashi, ideologiyasi o'xshash davlat Amerika bilan. Ikkinchisiga dengizdami manfaati bor. Kuchlikning tarafda turish kerak. Onun ustiga bu Xitoyning qilayotgani qonunsiz. Shuning bilan bu Avstraliya darhol BDTga
diplomatik not avatib, Xitoyning qilayotgani qonunsiz deb Pompeodek bayonot e'lon qilmagan bilan diplomatik not avatib, bu Xitoyning qilayotganlarning hammasi qonunsiz deb shu zamatlar ashta dedi. Ondan keyin o'zining maydonini aniq ifodalab Amerika bilan bu Xitoyga qarshi turganligini bilan bunda qilsin bo'lmaydi, chunki uzun muddat kelganda agar shu Xitoy ashada kuchib ketib, dengizni Xitoy kontrol qilib oladigan ish bo'lsa, Xitoy u vaqtida ashadagi savdolarni cheklab bo'g'ib qo'ysa, masalan, Qatardan, Avstraliyadan Yaponga boradigan mallar bor, u eksport qilgan. Ashlarni ashada kontrol qilib Xitoy o'tkazmay keminlarni qilsa, u Avstraliyaning iqtisodiga og'ir bir ziyon bo'ldi. U yerda Avstraliyaning kuchi qolmaydi. Shuningga Avstraliya uzun muddatlikni o'ylab, qisqa muddatli Xitoy bilan bo'lgan savdosini emas. Birisiga uzun muddatlik savdoni, bexatarligini o'ylab bu yerda maydonni tezlikda Amerikaning davrinishiga, ya'ni Amerikaning pozitsiyasiga ko'ra o'zgartdi deb o'ylayman. Necdet Turgan efendim, bu Hindistan rayonundaki iqtisadi cihetten, nüfus cihetten, teknoloji cihetten ve her bir güç cihetten hali küçük devletlerden birisi. Hindistan bu Janubiy Xitoy dengiz meselesi qanday qarayotdi? Hindistan dünyanın çoğun bir iqtisadi güç bulup süpütü bilen Xitoy bilen elbette raqabet nimesi var. Anonkin çigira quruq meselesi 3 tane rayonda oxşamagan çigira meseleleri var, el olmagan ta hazır kadar. Bu Hindistan'daki deniz yolları stratejisi de bu Janubiy Xitoy deniz rayonunu Hindistan'daki stratejik mühim menfaat var rayonda başladı. Belgen bir iqlimisi var ki, endi bu Hindistan'da oxşamagan nima qarashdagi siyosiy guruhlar var. Bular bir türküm liberal aletdagi qaraydigan iqlimdagi tadqiqotchilar, analistlar bo'lsa, Hindistonni Xitoy bilan bu rayonlarda bir tepishmaslikni Xitoyning nimasiga hurmat qilgan asosda Xitoy bilan birga büyüyüşni nimaga targ'ibot qildiki, andan keyin pragmatik holatda o'ylab olsa, Xitoy bilan norm tinchlik institutsiyasini saqlagan asosda yana herhalde bir ziddiyat chiqib qilishning, urush qilishning nimasiga tayyorlikda bo'lish degan holatda mashna qaraydi. Endi realistik qaraydiganlar bu kuchayotgan Xitoyninki oshkori bir kengaymachilik siyosati bu narsaga qarata atrofdagi davlatlar bilan hamkorlashish, masalan, sharqiy shu Xitoy dengiz atrofidagi davlatlar bilan hamkorlashish, uningni sirt Amerika, Avstraliya, Yapon, hatta Rossiya qatorli davlatlar bilan hamkorlash orqali Xitoyga bir umumiy bir kollektiv xavfsizlik paket nimasi hazırlash orqali Xitoyning kelgusi Xitoy bilan bo'lgan to'qinishda buning nimasini oldini olamiz yoki buni tizginlaymiz deydigan bunda nima bor endi. Bu Janubiy Xitoy dengizi Hindistonning gerçek bevosita bunda tutashmisimu Hindistonniki bu yerda yana tijoriy manfaatlari bo'lganligi sababdan andan keyin Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatlar sababidan bu yerga aralashishga bu nima qilmoqda majbur bo'lmoqda. Bundan bo'libmi bu yaqinqi oldimizki necha oyda, burunqi necha oyda chegara masalasida to'qinish bo'lgandan keyin Hindiston bir harbiy paraxodlarni bu yerda Janubiy Xitoy dengizi atrofida sürüşke başladı. Bu Xitoyniki nurg'un achchig'ini nimasini keltirdi endi. Mutaxassislar bu yer orqali Xitoyga bir berayotgan bir signali bor deb qaraydi bu masalaga. Endi Hindiston bu yerlarda o'tgandagi bir programmani degan to'qilaqi Yaponiya olsun, Avstraliya olsun, andan keyin Amerika bilan bu davlatlar bilan bir harbiy hamkorlik nimasini tuzash orqali Xitoyni bu dengiz sohasidagi kengaymachilik nimasidan bir kontrol nimasiga o'tmoqchi deganchu. İnsanın pozitsiyasi müşinchilik aletdi. Qimmatli ko'rmanlar, yuqorida Janubiy Xitoy dengiz masalasi va Xitoy Amerika sürkülüşni ko'radigan holda ba'zi savollarni yuritib berishga tirishdik. Hammalarga ko'p rahmat. Mutaxassislar hammalarga ko'p rahmat. Rahmat.